Assalomu alaykum. Mana bugun 30-aprel hafta kuniga chorshanba. Sizlarga Chimyon Mindovoy bozor narxlarida tanishtirib boramiz. Kuzatib boring. Bozorimiz qizg'in, yaxshi bo'lyapti. Neç puldan bo'lyapti ekan bular? Berilmayapti. Bunisi 10 ming so'm bo'lyapti ekan. Bu o'tgan yilgimi? Bu eski ha bular. Ha. Bular-chi? 5-6 ming. Bu yerda yangilar bor. Shunda yuringda. Ularga yangilar ko'rsating. Neç pul bo'lyapti ekan bular? Olmaydi. 10 qilishdi. So'rashgan 15 ming gapirchi kam. Neç pulli? Unda pastdami yo unda atrofidami? Hafta bilagancha qo'shilib qoldi. Hanuzchi? Yo'q, nima? Hashakmi, isparimi? Yo'q, sinir. Maydas. 10 ming so'm qilishib qoldi. Ispari ham sabrolar. Bularchi? Yo'q, uni hakimi so'rashdi. Yaxshi so'rab shuni omadi. Yirik ekan, o'rgami? Subhona. Majburga 16 ming so'm bo'pti bana. Hafta bilan zo'r. Buncha zo'r emas, yaxshi ekan. Neç bo'libdi sizdami bular? 30 ming bo'ldi o'shalar. 30 ming so'm. Yaxshi ekan. Manualmi? Yo'q, unisi emas, ishda shahar. Bunisi eskirami deymana? Yo'q, yangi bo'lsa-ki bilmayman shu kash. Qurqmoq qopti. 30 ming so'm deb turadi mashina. Bir xilda ekan omali. Korobka deylar ham siznikimi? Necha pul bo'ldi? Xabaringiz yo'qmi? Qancha? 52 ming bo'ldi bu. Bermadingizmi? Ha, zo'r ekan. Sveti ham bir xilda ekanda. Oqbasi bir xildan ekan. Islom, ani limon kammi? Oldingmi, sotdingmi? Bo'lsa beramiz. Buni bilmayman, kim biladi. 5 kun uradimi? Ha, namuna ekan. Qancha bor Abbakir? 100 ga bor. 11 700 dan baraka berib, qanasi olsa. 100 kilodan ortiq ekan. 35 ming bo'lsa sotilar ekan mana. Chiroyli. Barga qayta ishlar. Ha, dalili necha pul bo'ldi Abbakir? Abbakir. Abbakir dalili necha pulga bordi? Mana. Buni bir qopini aka 35 ming sotdim. Bu dehqonchilik o'zimiz Chimyondagi mesniy. Endi shu usponda mana bu namunani omali oxirgisi, 2,5 tonnani oxirgisi mana shu, aka. Rosa chiroyli qilib chiqardingiz-a? Qancha? Manuchi, bu pastroq ekan-a? Yo'q, o'sha Bahrom akamniki 40 daqiqasiniki o'zimiz Chimyon sentriniga. Bu ham qayta ish. Emas yozgan.
Yozgimi? Bu yozgi saratonda siqilgan. Nam totib qo'yibdi shekilli. Ha, endi hali pul zarur bo'lsa chiqib ketdi. Avtobuslar nechi pulga boribdi aka? 22 ming so'rashdimi? Hammasi bir xil ekan-a? Yirmi ikki ming so'm naturalni yaxshi. Assalomu alaykum. Ishlatyapsizmi, yaxshimisiz? So'radim. Necha pul qilishdi? 23 ming so'mdan qilishdi. Qancha qo'shilib ketibdi, to'g'ri aka? Olmaylar, necha pul bo'libdi? 33 bo'libdi. 3 mingga berilmayaptimi? Sotildi. Sotildi, ha, sotildi. Turmay sotilibdi mana hashtagda. Sotilibdimi? Ha, sotilibdi 34 ming. Hashtagda narxini so'rayotganlarga mana hashtaglarimiz narxlari ancha qo'shilib ketgan. 34 ming so'm, 34 ming so'm sotilibdi mana. Bargilar 28 ming sotilibdi mana bargi. Katta yirik bargi ekan. Yirikligi zo'r ekan. 28 ming sotilibdi. Odamlarni oling deb aytishadi mana. O'zi yaqindan bo'lsa ham uzoqdan. O'tiribmiz. Daneli uriydi dimlangan mayizda 31 ming so'm sotilibdi mana. Yirik ekan, yaxshi ekan bu ham. 31 ming. Bozorlarimiz yaxshi bo'lyapti. Odamlar gavjum. Oldi-sotdi bo'lyapti. Ha? Namangandan orttirgan bosib ketdi avtobus. Azmajdagi Namangandikimi? Namangandikimi? Keling. Deymiz, necha pulga bordi bular? 5 ming so'm. Rosa ko'payibdi ashuridan. Qattiq qarzam ashuridan ekan. Asuriy ko'payib. Ha. Eldagina o'raydi, mana ko'rkada o'tirib video qo'y. Chiroyli qilib.
nimaga supurkolarga tashlab yuborasiz? Almashnakada oldida almashnaka hali guruhlarni mana boshqa bo'lib qo'ygan aslida. Qatirib so'taganlar yo'q. Yo'qqa bo'laveradimi? Yo'q, menga ko'p kerak emas, 2 dona olaman. Qarang, bunga olsam bo'ladi.